Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kuzatuvchilari. Avgust oyining boshidan boshlab uy hayvonlari, qishloq xo'jaligi hayvonlarini hammasini dokumentlashtirish, pasportlashtirish tizimi yo'lga qo'yilmoqchi bo'lyapti. Bu O'zbekiston sharoitiga to'g'ri kelmaydigan qaror. Chunki bitta oblastda o'zida 4 ta, 5 ta bozor bo'ladi. Masalan, men Surxondaryoda yashasam, borib Angordan yoki Sheroboddan mol olib, o'sha kuni Uzungni olib ketadi yo Denovga olib ketadi. Uni pasportini keyin almashtirish kerakmi bazadan? Yoki bazadan общий bir avtorizatsiyadan o'tkazib, har bir odam o'zining telefoni bilan o'zining uy hayvonini masalan bazaga kiritib qo'ysa bo'ladi. Hamma narsani to'liq ta'minlab bo'lib, texnik tomondan hammasini ta'minlab bo'lib bu ishga qo'l qo'yib harakat qilish kerak. Pasport qilindi ham deylik, registratsiyadan o'tdi ham deylik. Keyinchi hozir eshityapmiz, sezishimizcha uy hayvonlarini hammasini hujjatdan o'tkazib, keyin investitsiya jalb qilamiz deyishyapti. Bu investitsiyani jalb qilib, yana byudjetdan emas, tashqaridan yana qarzdorlikni oshirish kerakmi? Maqsad shumi? Hamma sohaga olib bo'llaring. Endi chorvachilik sohasiga ham milliardlab dollarni kiritib, hech qanaqangi effekt bermaydigan ishga sarflamoqchi bo'lyapsizlarmi? Umuman foydasi yo'q. Bizning sharoitimizga pasportlash ham to'g'ri kelmaydi. Bitta mol bozorda 1,5 mingta, 2 mingta mol oldi-sotdi bo'ladi. Ularni registratsiya qilinadimi keyin? Hamma narsani zo'rma-zo'raki qonunni qabul qilib, xalqning ustiga yana nagruzka berishlaring kerakmi? Registratsiya qilish, qayta registratsiya qilish to'g'ri kelar, ha? U ham pul bo'ladimi? Nimaga chala tuzilgan qonunlar, qarorlar bilan xalqni shunchalik qiynash kerak? Agar maqsad oxirida hamma narsani spiskadan o'tkazib, registratsiya qilib, keyin soliqqa tortish bo'lsa, go'sht narxi, odamlar mol boqmay qo'yadi. Go'sht narxi ham, sut narxi ham avtomatik tarzda yana ko'tariladi. Bizda doim shunaqa ko'zni bo'yayman deb o'yib olishga yoki sallani olib ketsa, kalla bilan qo'shib uzib olishga asoslangan jamiyat. Bu qarorlaring xalq umuman qabul qilmaydi. Boshqa tarafdan to'liq o'ylab, hamma shartlarni yo'lga qo'yib, keyin qilsa bo'ladi. Deputatlar shunday qarorlarni o'tkazishdan uyalmaysizlarmi? Ba'zi tayyor emas, xalq tayyor emas bu narsalarga. Sivilizovanniy davlatlarda to'g'ri veterinariya xizmati yo'lga qo'yilgan. Seleksiya xizmatlari yo'lga qo'yilgan. Shaxsiy katta chorvachilik komplekslari bor. Hech qachon bozor iqtisodiyotini qaror bilan, prikaz bilan amalga oshira olmaysizlar. Chunki iqtisod siyosatni belgilab berish kerak. Sizlar siyosat bilan iqtisodni belgilamoqchi bo'lasizlar. Bu juda katta xato. O'ylab ko'ringizlar. Xalqqa shundayga ham jabr bo'lib ketyapti.